Xuddi shunaqa basseyn sanda ham bor. Uyim ichidagi mebellarga ham bir xil o'rta. Bundan boshqa nima kerak? Jigar bittasi senga, bittasi menga. Yaxshi kunlarimizda mazza qilib yashaylik. Ana endi sen uyingni ko'rib tur, men bularni tomoshabinlarga tushuntirib beraman. Yaxshilab joylashib olaylik, yoningizga choy, kofe qo'yib olaylik. Mirzoliq beray unda zo'r bitta uy topib qo'ydim. Kirishini qaraylik, tashqari tarafda bemalol ikkita mashinasi qadi. Naves ostida bemalol yana ikkita geli bo'lmaydi, siqib ketadi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, yozgi oshxona, qozon, o'choq, barbekyu zona, xullas hamma sharoiti qilib qo'yilgan. Mana shunaqa mini landshaft zona olgan odam rayhon atirgullarni ekib mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Uyi fasadini qaraylik, kirganda ko'ngil yoritadigan fasad bo'lgan. Ayniqsa shomga yaqin shunaqangi uyimizdan patsiyentga yoritib beradi. Menga mana shu uyni, mana bu terrasasi yoqdi qaraylik. Kech payt bir pela kofeni olib, mazza qilib ichib o'tiradigan joy bo'lgan. Ana endi sizlar bilan birgalashib bu go'zal uyimizdan ichiga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Bu esa uyimizga kirib kelish hol qismi mana shunaqa mягкий zona qilib qo'yilgan, TV zonalar tashab ketilgan. Ana endi ayollarimizni bu xona yo'qsa shu joyda bitta yurachan qizartirib qo'yasizlar. Marhamat, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Mana shunaqa kvars toshlar ishlayotgan. Bu yoqda to'g'ridan-to'g'ri terrasda, mana shunaqa terrasada kech payt o'tirasizlar. Bu yoqda oila davrasida mana shunaqa taomlash uchun joylar tashab ketilgan. Ayollarimiz oshxona yoqqan bo'lsa shu joyda yurachan bittada qisartirib qo'yasizlar. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, birinchi etajimizda uchun ajratilgan sanuzel. Qaranglar, sanuzellargacha ham 13 toshlar ishlatilgan. Patsiyentliklar juda ham chiroyli turibdi va uyimizning mehmonxonasiga marhamat. Mehmonxonani qaranglar, qanaqa chiroyli. Xuddi birki mana bu qandillar tepalari kapalak uchib yurgandek. Elektronik kaminlar qilingan. Bu yoqda sirkulyatsiya uchun joylar tashab ketilgan. Ana endi kelinglar, sizlarni birinchi etajimizni spalnisi bilan tanishtirib chiqaman. Marhamat, spalnisini o'zingizlar bitta baho berasizlar. Razmeri ham kengina, bu yoqda shkaflarga chiqadi va o'zingizlar bitta baho beraylik. Sanuzelga juda ham chiroyli qilingan. Sanuzel yoqqan bo'lsa yurachan qizartiramiz. Ana endi birgalashib ikkinchi etajiga yo'l olamiz. Ketdik. Bu esa bizning uyimizning ikkinchi etajimiz. Ikkinchi etajimizda naqd 3 ta spalni bor. Har birining o'zining ichida sanuzellar ham bor. Kattagina yotoqxona bemalol garderoblarigacha sig'adi. Shuni yonginasi ham xuddi shunaqa razmerdagi spalnimizda bo'ldi. Buni ham o'zining ichida sanuzellar ham bor. Ana endi sizlar bilan master spalniga o'tamiz. Bu master spalniga o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Kirishinglar bilan sizlarni bittada o'ziga jalb qiladi. Qaranglar, garderobnisini menga mana joyi juda ham yoqdi. Qarang, sumkalarni qo'ysa mana shunaqa aylantiradi va xonani kengligini o'zingizlar ko'rasizlar. Kattagina panorama oyna. Ana endi kelinglar. Bu xonamizni sanuzeliga bitta baho bermasanglar bo'lmaydi. Qaranglar, kattagina panorama oyna, vannalar ham juda ham chiroyli qilib tushirib qo'yishgan. Podvalga to'xtaladigan bo'lsak, podval olgan odam kinozona, trenajyorniy zal qilib qo'ysa bo'ladi. Lokatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, Mirzoliq berayapti. Salkovskiyda joylashgan. Salkovskiydan mana shunaqa ikkita yonma-yon uy qarayotgan do'stingizga bu videoga bitta like bosib, tez o'zingizga jo'natib qo'yinglar.